Shomurodov va Fayzullayevdan gol. Başakşehir g'alaba qozondi. Turkiya Superligasining 33-turida Istanbul Başakşehir o'z maydonida Samsunsporni qabul qildi. O'zbekistonlik muxlislar uchun alohida qiziqish uyg'otgan ushbu bahs mezbonlarning ishonchli g'alabasi bilan yakunlandi. Başakşehir raqibini 3-0 hisobda mag'lub etib, muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Eng quvonarli jihati, bu o'yinda Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev gol urishga muvaffaq bo'ldi. Bu holat nafaqat Başakşehir muxlislari, balki O'zbekiston futboli ishqibozlari uchun ham yoqimli xabar bo'ldi. Uchrashuv mezbonlar uchun juda omadli boshlandi. 6-daqiqada Eldor Shomurodov raqib darvozasini ishg'ol qilib, hisobni ochdi. Shomurodov yana bir bor hujumchiga xos sovuqqonlik, to'g'ri pozitsiya tanlash va imkoniyatdan unumli foydalanish mahoratini namoyish etdi. Erta urilgan gol Başakşehirga o'yinni xotirjamroq nazorat qilish imkonini berdi. Birinchi bo'lim oxiriga yaqin 43-daqiqada Sari mezbonlarning ustunligini yanada oshirdi. Bu goldan keyin Samsunspor uchun o'yinga qaytish ancha qiyinlashdi. Başakşehir esa ikkinchi bo'limda ham tartibli harakat qilib natijani ishonchli saqlab qoldi. 70-daqiqada Abbosbek Fayzullayev zaxirada maydonga tushdi. Oradan ko'p o'tmay 78-daqiqada u ham o'z nomini tabloga yozdirdi. Abbosbekning goli Başakşehirning g'alabasini yanada yirik ko'rinishga keltirdi va uchrashuv taqdirini amalda hal qildi. Shomurodov esa bahsni to'liq o'tkazdi. Bu uning jamoa uchun qanchalik muhim futbolchiga aylanganini yana bir bor ko'rsatadi. Eldor so'nggi paytlarda Turkiya chempionatida barqaror o'yin ko'rsatib, gollari va faolligi bilan Başakşehir hujum chizig'ining asosiy kuchlaridan biri bo'lib turibdi. Fayzullayevning zaxiradan maydonga tushib gol urishi ham alohida e'tiborga loyiq. Bunday vaziyatda futbolchiga ko'p vaqt berilmaydi, ammo u qisqa muddat ichida o'z imkoniyatidan foydalanish kerak bo'ladi. Abbosbek bu vazifani a'lo darajada bajardi. Maydonga chiqdi, vaziyat topdi va gol urdi. Futboldan eng chiroyli javobchi. Bu g'alabadan keyin Istanbul Başakşehir ochkolari sonini 54 taga yetkazdi va turnir jadvalida 6-o'ringa ko'tarildi. Samsunspor esa 48 ochko bilan 7-pog'onda qoldi. Umuman olganda bu uchrashuv o'zbekistonlik futbolchilar uchun juda muvaffaqiyatli o'tdi. Shomurodov asosiy tarkibda gol urdi. Fayzullayev esa zaxiradan tushib o'zini ko'rsatdi. Turkiya maydonlarida ikki o'zbekistonlikning bir o'yinda gol urishi muxlislar uchun haqiqiy kayfiyat. Bunaqa kechalarni futbol ishqibozlari yaxshi ko'radi. Kam gap, ko'p gol. O'zbekcha imzo.